Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar bolalar? Ahvollaringiz yaxshimi? Sizlar bilan yana PUBG o'ynadik. Bugun sizlar bilan bolalar akkauntlar qani kim bu katta harfli akkauntdan kimning akkaunti zo'r shuni ko'rib chiqamiz. Bitta akkauntni hozir qilib chiqamiz. Xo'p, birinchi A'dan boshlaymiz. A'ning ostini yozamiz. 100 akkaunt. Boshlanishi yomon emas, yaxshi. Bu akkauntda normal narsalar bor. Avem basketbol setlari bor ekan, Godzilla va hokazo. Shima ham bor ekan. 101 kolleksiya eplari. Adashmasam, pul olib kelingan. Yo'q. S6dan boshlab full erib olingan. Ikkinchisiga o'tamiz. Yaxshi akkaunt bo'ladi. Neobishniy akkaunt. Endi S. Birin-ketin ko'rib chiqamiz. S. Hop. 86 level, 96 kolleksiya. Akkaunt zo'r, wow, narsalar qaraydi, Ferrari va hokazo narsalar 406 bor ekan. Yaxshi akkaunt, kolleksiyasi yopiq ekan. Erpisi ochiq ekan, paplarda ham yopib qo'ygan ekan. Erpi S turdan full olib kelingan. Yaxshi akkaunt, yomon emas. Endi D harfiga takrorlaychi. D harfiga 1 level akkaunt. 1 level akkaunt. Qaranglar, 1 level akkauntda paplarning leveli 4 o'zi. Yaxshi, zo'r. D'dan keyin F 53 level. Lekin akkaunt bo'ladi, unaqa zo'r emas. Yangi akkaunt bo'lsa kerak, 56 kolleksiya ekan, kolleksiyasi. Pulda pul ko'pda, yangi akkaunt oladi, yana donat qilaveradi. 9da boshlagan ekan. Endi esa G harfiga ko'ramiz akkaunt. 88 level ekan. Bular bitta klandami deymanda, bular shunaqa. Chunki rasmi bir xilga e'tibor bergan bo'lsanglar. Yaxshi. E harfini ham bir joyda ko'rib ketamiz. 97 kolleksiya, 94 level akkauntda. Hozir kolleksiyasi ochiq bo'lsa, kolleksiyasini ko'rsak bo'ladi. Kolleksiyasi ochiq ekan, yaxshi. Akkaunt anchagina old ekan. Bular qiziq emas, bizga old narsalar kerak, old narsalarni ko'ramiz. Web bormikan, webni ko'raylik. Xo'p, Godzilla bor ekan. Hokazo, lekin web yo'q ekan. Oldidan missiya yo'q ekan. Missiya yo'q. Godzilla bor ekan, yana bir ikkita. Bor ekan. Hop. Sumkalar qiziq emas. Shimdan hop. Old narsalar yo'q. Yaxshi bo'ladi, yomon emas. Yaxshi akkaunt. Bolalarga video yoqqan bo'lsa, shu joyga qo'ygan bo'lsangiz katta rahmat. Ularga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammalarga rahmat, xayr, omon bo'linglar.